O'zbekistonda har 10 tadan 8 ta bolada D vitamini yetishmovchiligi kuzatiladi. Keling buni hozir sabablarini birga ko'rib chiqamiz. O'zbekiston sharoitida 300 kundan ortiq bir yil davomida quyosh chiqadi. Lekin baribir farzandlarimizda D vitamini kamligi kuzatiladi. Nima uchun? Chunki quyosh nuridan biz noto'g'ri ko'pincha foydalanamiz. D vitaminining sintezida quyosh nuri tarkibidagi ultrabinafsha nurlarni B turdagi nurlari bizga kerak bo'ladi D vitamini sintezida. U qachon yuzaga keladi? Eng maksimal ko'tarilganligi soat 11:30 dan ya'ni 1:30 ya'ni 2 gacha eng maksimal darajaga chiqadi. Bizda nima bo'ladi? Ertalab bolalar yoki uxlab yotgan bo'ladi yoki obeddan keyin o'qiydigan bolalar bo'lsa, uxlaydi, obedda uyg'onadi. Erta uyg'ongan taqdirda ularni olamiz bog'chaga tashlaymiz, maktabga tashlaymiz, yopiq zonada kuni bilan o'tiradi. D vitaminidan tabiiy ravishda, ya'ni quyosh nuridan foydalana olmaydi. Ba'zilar aytishi mumkin, bizni derazamiz tashqari tomonga qarab turadi, quyosh nuri tushib turadi deb. Quyosh nuridan 95-98% gacha ultrabinafsha nurlarning B turi o'tmaydi. Bu degani siz baribir yana noto'g'ri foydalanyapsiz degani. Ikkinchi sabab teridagi pigmentatsiya. Ya'ni biz yevropaliklarga nisbatan bizda tanamizning rangi to'qroq. To'q rangdagi teri pigmentatsiyalar 3-5 baravar ko'proq quyosh nurini talab qiladi, ya'ni D vitamini sintez qilish uchun. Misol uchun mana oppoq tanali bir inson bilan bizni bug'doy rangli inson bitta quyoshning tagida yotsa, bunga ko'proq foyda, bizga esa kamroq bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab esa kunlik iste'mol qiladigan mahsulotlarimizda D vitamini yetishmasligi. Chunki D vitamini yog'li baliq, tuxum sarig'i, jigar kabi mahsulotlarda ko'proq bo'ladi, lekin bu mahsulotlarni siz ham biz ham yaxshi bilamiz, ko'p iste'mol qilmaymiz. D vitamini o'zi yetishmasa nima bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydi, shu D yetishmasa faqat rahim yoki suyak, o'sha tish muammolari bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu yerda undan tashqari eng muhim omillar bor. Ya'ni immunitet hujayralarida D vitamini yetishmasa, T limfotitlar, ya'ni immun hujayralarni viruslarga qarshi birinchi kurashga chiqadigan askar hujayralar yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu degani bola shamollash, o'rvi, rinit, tumov kabi kasalliklarga, ya'ni virusli kasalliklarga tez chalinib qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyingisi mushaklarda, suyak sistemasida mushaklar zaif, bola tez charchoq holatdagi, ko'p yursa charchab qoladi. Juda ham nimjon farzandlarimiz rivojlanadi agar D vitamini yetishmasa. Undan tashqari eng asosiy miya bilan nerv tizimi. Agar D vitamini yetishmovchiligi bo'lsa, bolada asabiylik, depressiya, diqqatni buzilishi, xotira pasayishi kabi muammolar yuzaga keladi. Keyingi o'rinlarda esa o'sha hammamiz bilgan suyak, tish muammolari. Bularning barchasi D vitamini yetishmovchiligi bilan bog'liq. Endi D vitaminini keling bitta o'rganib chiqaylik. O'zi normada qancha bo'lishi kerak? Oshib ketsa nima bo'ladi? Kamayib ketsa endi aytib o'tdik nima bo'lishini. D vitamini o'zi normada 30 dan yuqori bo'lishi kerak. Agar 30 dan yuqori bo'lsa, bu normal holat, 50, 60, 70 atrofida bo'lsa, bu juda ham ideal holatda bo'ladi. Agar 10 dan 19 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu og'ir yetishmovchilik. 10 dan past bo'lsa, o'sha bu kritik holat. Shuning uchun shifokor maslahatim, birinchi navbatda agar siz D vitaminini aniqlamoqchi bo'lsangiz, D vitamin bermoqchi bo'lsangiz, D vitaminiga analiz topshiring, shifokoringiz bilan maslahat qiling. Agar D vitaminingiz normada bo'lsa, profilaktik dozada ichib turishingiz kerak. Yetishmovchilik bo'lsa, vrach tavsiyasi bilan terapevtik dozada ichib, yetarli miqdorga ko'tarib olgandan keyin profilaktikka tushirsak bo'ladi. Ikkinchisi, oz bo'lsa-da, lekin baribir yordam beradi, o'sha boya quyosh nuri. Baribir ko'pchilik quyosh nuriga chiqishda imkoniyat bo'lmasligi mumkin, har xil vaziyat. Kamida 15 daqiqadan 30 daqiqagacha quyosh nuri tagida ultrabinafshalarni o'sha boya aytib o'tganimizdek B turidan teri qancha oziqlansa, sintez shuncha kuchli bo'ladi. Uchinchisi esa ovqat. Oziq-ovqat mahsulotlarida tuxum sarig'i, jigar, baliq kabi mahsulotlarni yesak, D vitamini sintezi ham shuncha yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari baliq mahsulotlarida yana boshqa A vitamini, omega, boshqa vitaminlar va minerallar ko'p bo'ladi. D bilan birgalikda. Keyingisi D vitaminini qanaqa shakllarni ichish kerak degan savol tug'iladi ko'pchilikda. Bilamizki, D vitamini sizga qimmatli ma'lumot. D vitamini bu yog'da so'riladigan vitamin. A, D, E, K. Bu vitaminlar hammasi yog'da so'riladi. O'shaning uchun iste'mol qilinganda yog'li ovqatlar bilan iste'mol qilsangiz, oshqozon-ichakka tushganda so'rilish shuncha tez bo'ladi. Uni suvda eritilgan variantlari ham bor, aptekalarda, ya'ni dorixonalarda ko'p, har xil turlari bor. Asosan yog'da erilganini oladigan bo'lsak va yog'li ovqatlar bilan iste'mol qilsak, eng maksimal darajaga erishamiz. Undan tashqari D3, K2, D3, K2 degan buni ko'pchilik D bilan qiziqqan ota-onalar bilsa kerak. Bular birga berilishi muhim. Bu narsani keyingi videolarda aytib o'taman. Bugun mana bilib oldik, O'zbekistonda eng ko'p quyosh chiqadigan mamlakat, lekin eng ko'p D vitamini yetishmovchiligi ham bo'ladigan mamlakat qatoriga kiradi. Buning uchun boya aytib o'tganimizdek, D vitaminini agar profilaktik dozada bermoqchi bo'lsangiz,
Bundan qarshiliklar yo'q. Agar yetishmovchiliklar bo'lsa, buni terapevtik dozada to'ldirish kerak. Agar profilaktik dozada beraman desangiz, mana bunday Vitavey kompaniyasini osteokompleks tarkibida kalsiy, D, probiotik va minerallar bilan birga kompleks bo'lgan osteokomplekslari mavjud. Buni tarkibida D vitamini ham profilaktik dozada mavjud. Shuni olib bersangiz bo'ladi, farzandingizga hech qanaqa zararsiz. D vitamini tushib ketmasligini ta'minlaydi. Faqatgina shuni oling, shu eng zo'ri deb sizga maqtashdan yiroqmiz. Juda ham yaxshi mahsulot, lekin sizga o'zingizga boshqa mahsulotlar yoqadigan bo'lsa, uni ham olib birinchi tanishib chiqib bersangiz bo'ladi. Yoki bo'lsa Vitaveyni sahifasida tarkib bilan tanishib chiqing, ma'qul bo'lsa Vitavey kompaniyasi mahsulotlarini qo'rqmasdan sizga tavsiya qila olamiz. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Vitaveyning YouTube sahifasiga obuna bo'lib oling. Keyingi videolarimiz bundan da qiziq bo'ladi.